Avvalo barchangizni bugungi ochiq muloqot uchrashuvida ko'rib turganimdan mamnunman. Bugungi uchrashuvning asosiy maqsadi yoshlar bilan ochiq va samarali muloqot qilish. Transport vositalarining vazn va hajm parametrlarini nazorat qilish nima uchun bizga kerak? Transport universitetida yo'l muhandisligi 4-bosqich talabasiman. Bugun mana markazda rahbar va yoshlar o'rtasida uchrashuv o'tkazildi. Bunda biz me'yoriy hujjatlar asosida savol va javob o'yinlarini o'tkazdik. Bundan tashqari diagnostika qurilmalari bilan tanishdik. Bundan tarozilar bo'yicha, diagnostika bo'yicha o'z savollarimizga javoblarimizni oldik.